بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى hamdu sanolarimiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat va durudlarimiz Allohga hamdlar mana toq kechalar Qadr kechasini oxirgi 10 kunlikning ham ichidan tog' kechalarida izlanglar degan navbatdagi tog' kechada turibmiz. Iloho mana shu kechamizni, qiyomul laylarimizni qadr kechasidagi bir kecha bo'lishligini Alloh nasib aylasin. Mana minbarda yana ko'p gapiradigan, lekin jamoatni, qavmni ko'nglini og'ritmaslikka harakat qiladigan, yomon so'zlarni gapirmaslikka harakat qiladigan kamina xodimingiz, ma'ruzachingiz yana qarshingizda, xizmatingizda. Alloh subhanahu va taolo o'zi xayrli aylasin. Suhbatlarimizni manfaatli aylasin. Har safar chiqqanda Allohdan umid bilan iltijo qilib chiqamanki, Allohim, o'zing guvohsan, qalbimni biluvchisan, amalimni ham biluvchisan. Qalbimni o'zim nazorat qila olmayman, amalimni ham hattoki. Bu minbar payg'ambar alayhisalomning bir meroslari. Bu yerga chiqqanda haqli narsalarni faqat so'zlay. Dinimizga, dunyoyimizga manfaatli bo'lgan so'zlargina va o'zim amal qiladigan so'zlargina chiqishligini Alloh nasib ayla deb yolvorib chiqaman. Bu o'zimga ayon, Allohga ayon. Endi azizlar, albatta Allohga tavakkal qilib, bugun vazminlik bilan, inshaalloh bosiqlik bilan, og'irlik bilan suhbat o'tkazgan bo'lamiz. Alloh xayrli aylasin. Bugungi mavzu rizq Allohdan, harakat esa bandadan ekanligi borasida ekan. Haqiqatda rizq Allohdan, harakati bandadan. O'sha harakatni ham berish asli Allohdan. Asli Alloh harakatni ham yaratuvchi, bandani ham yaratuvchi, rizqni ham beruvchi, hammasi Alloh. Banda bu yerda go'yoki bir rol o'ynab beradi. Qanday ma'noda? Haqiqiy ma'noda. Bu kino aktyorga o'xshagan ma'noda emas. Banda faqat yaxshilikni istab, ozgina harakatda bo'lsin, o'sha ozgina harakatini agar Alloh roziligi uchun to'g'ri yo'lga qo'ygan bo'lsa, Alloh barakalar bilan unga qarshi olib o'tadigan zot. Bo'lmasam guvohi bo'lganmiz, bo'lamiz, bo'lib kelyapmiz. Ozgina harakat bilan Alloh barakani eshigini ochib yorib, behojat qilib tashlaganini ham ko'rganmiz. Lekin o'zini o'qqa urib, cho'qqa urib, 1-2 bo'lmagan, doim musibat bilan, doim g'am bilan yurganlarni ham ko'rib kelmoqdamiz. Mana shu ham dalilki rizq Allohdan. Xo'p, rizq Allohdan ekan. O'zi nima bu rizq? Rizq deganda faqat ko'pchiligimiz yeydigan, ichadigan narsalarni tushunamiz. Aslida-chi? Aslida rizq katta narsa. Rizq bu Alloh taolodan boshqa o'sha tirik mavjudotlarini, hayvonot olami bo'ladimi yoki insonlar olami bo'ladimi? Ularga dunyoda va oxiratda bergan in'omi. Rizq bu Allohning bergan in'omi, atosi. U yeydigan narsa bo'lishligi mumkin, u ichadigan narsa bo'lishligi mumkin. U boshqa narsalarni bo'lishi mumkin. Hatto biz o'ylamaydigan, yeydigan, ichadigan narsa emas, balki undan boshqa narsalar ham rizq. Masalan, savob amallar rizq, solih amallar rizq. Ertaga qiyomatda inshaalloh jannat rizq. Jannatdagi darajalar bu ham rizq. Hamma narsa rizq. Bular belgilangan, bular berib bo'lingan. Allohning ilmida, Allohning kitobida, Lavhul Mahfuzda hammasi yozilib, taqsimlanib qo'yilgan narsa. Faqat banda to'g'risidan, halolidan tanlash kerak. O'tirib olaylik, iltimos. Ulamolarimiz rizqni 2 turga bo'lgan ekanlar. Biri ma'naviy rizq, ikkinchisi moddiy rizq. Ma'naviy rizq nima bu? Ma'naviy rizqning eng kattasi, eng gul toji, eng boshi bu iymon.
Bu Allohni bergan bandasiga iymoni. Ya'ni Alloh o'zini tanitib qo'yishi va o'ziga sajda qildirib qo'yishi. Boshqa narsaga emas. Eng katta rizq mana shu. Ma'naviy rizqning eng kattasi. Bu moddiy rizqni ham bosib ketadigan narsa aslida. Moddiy rizqchi yeydigan, ichadigan, tandurustligimiz, salomatligimiz, kiyim-kechaklarimiz, minadigan mashinamiz, yashaydigan hovlimiz, uyimiz, xullas hammasi. Bular moddiy rizqlar. Bular faqat dunyodagina kerak, dunyodagina u vosita, maqsad emas. Vosita bular. Bilamiz, maqsad bor, vosita bor. Vositadan foydalanamiz, vaqtincha ular. Maqsad insonga abadiy bo'lishi kerak. Endi maqsadga demak vaqtinchalik narsani emas, abadiy narsani tanlash kerak inson. Abadiy narsa nima? Allohning roziligi. Alloh bo'ldi. Allohdan boshqasi abadiy emas. Alloh xohlasa agar bizni gunohlarimizni kechirib, jannatiy bandalardan qilsa, inshaalloh u ham abadiy. Faqat u ham Allohning roziligidan keyingi daraja. Demak, inson maqsad qilib olish kerak abadiy narsani. Ikkilamchi narsalarni emas. Yo'q bo'lib ketadigan foniy narsalarni emas. Abadiy narsani inson maqsad qilib, o'sha abadiy maqsadga eltaydigan yo'lda endi turli vositalar bo'ladi endi. Dunyo vosita, hayot vosita, yashashimiz vosita, yaxshi yashashimiz vosita, yaxshi pul topishimiz, yaxshi kasb va kor qilishimiz, yaxshi ilm, zo'r ilmlarni o'rganishimiz vosita. Maqsad emas bular. Hech qaysi biri maqsad emas. Maqsad Alloh. Maqsad oxirat. Oxirat insonni bo'lib yashash. O'sha yo'lda inson harakat qiladi, barakasi Allohdan.